Ha, oyi, nima bo'ldi? Ko'rinishingiz yaxshi emas. Hammasi joyida, qizim. Hammasi joyidami? Endi rostini ayting, nima bo'ldi? Ozgina mazam qochuvdi. Shunga doktorga boruvdim. Analiz javoblarim chiqibdi. Oy. Shunga siqilib o'tiribman. Doktor nima dedi? Nimaga siqilasiz? Natijalari yaxshi chiqmadi. Operatsiya qilish kerak ekan. Xo'p, shu muammo, operatsiya qildiramiz, shu bilan yaxshi bo'lib ketasizmi? Qizim, bunga katta pul kerak ekan. Mayli, katta pul kerak bo'lsa, bir ilojini qilamiz. Bobur akamdan iltimos qilaman. Qanaqasiga eringdan iltimos qilasan? Ishlari yaxshi emas deganding-ku. Siz siqilmang. Men bir ilojini topaman, xo'pmi? Siz o'zingizni siqib, yana ham kasalligingizni kuchaytirmang. Yo'q, qizim, qo'y. O'zim bir amallarman. O'zingni qiynama. Voy, bu nima deganingiz? Men hech kimga yuk bo'lishni xohlamayman. Unaqa demang. Men sizni qizingizman. Men shundoq qarab tura olmayman. Men siz uchun o'sha pulni topib kelaman. Kerak bo'lsa, bugunoq topib kelaman. Siz xavotir olmang, xo'pmi, oyijon? Bu safar aytganimni qiling. Yuragingiz siqmay turing bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men ahvolim yaxshi. Shu turishda ham yuraveraman, qizim. Agar o'zingni qiynab qo'yayotgan bo'lsang, menga kerak emas pul, qizim. Men yuraveraman. Mana yuribman. Voy, nima deganingiz? Bo'ldi, kechgacha kuting, men qaytib kelaman, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin-da. Qizim, senga bitta gapda. Joningga tegib ketmadimi? Hammalaring bitta xonadonda tiqilib yashash. Katta akang ham shu o'zidan bilib boshqa hovliga chiqib ketmadi-da. Oyi, bu nima deganingiz? Men oilamni yaxshi ko'raman. Hech narsa kerak emas. Kamga Oybek akam ham umuman ko'rmaydilar. Ha, bu nima deganing, qizim? Men shuncha uyni kim uchun qilyapman? Sizlar uchun qilyapman-da. Menga umuman hech narsa kerak emas, oyi. Endi qolgan pulim ustiga qo'shib, mashinamni yangilab olsam bo'ldi. Yo'q, Qolganini Oybek akam qo'shadilar. Qolganini Oybek akang qo'shadi? Qattan olsin u pul. Bu yig'ayotgan hamma narsalaringiz Hoji Akbar uchun bo'ladi, oyi. Sen kuyovga bir uzoqdan aytib ko'r. Yo'q desa, mayli, o'zi biladi. Men uyga ketdim, oyi. Yaxshi o'tiring. Ukamga salom ayting. To'xta, olib borib qo'yaman. Shart emas. O'zim ketaveraman. O'zing bilasan, mayli. Ha, qizim, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum. Oyingiz yaxshi ekanlarmi? Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yo'q? Oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Kenay, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima kayfiyatingiz yo'q? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha, tinch, rahmat. Shu oyimlarning mazalari yo'q ekan. Doktorga borgan ekanlar. Operatsiya deyishibdi. Operatsiyaga 50 millioncha pul kerak ekan, oyijon. Shunga boshim qotib qoldi. Bilasiz, o'g'lingiz ham ishlari yaxshi emas hozir. Kenay, men hozir kelaman. Kelaman. Qizim, hech o'ylamang. Endi issiq jonni istimasi chiqadi-da. Bu hayotda hamma narsa bo'ladi. Biz yoningizdamiz. Oyingiz ham xudo xolasa tuzalib ketadilar. Hech siqilmang.
Rahmat oyijon. Tez kunlarda. Mana kenayi Aytganingiz kelsin. 50 million yetadi. Onangizni operatsiya qiling. Hozir menga unchalik zarur emas. Bemalol. Yordam qilsam jigarlarim uchun qilibman. Bemalol, xavotir olmang. Xudo xolasa akamni ham ishlari yurishib ketadi. Xavotir olmang. O'zimni mehribon o'g'lim, baraka top. Juda ham yaxshi ish qilding. Ha, onajon. Ana, ko'rdingizmi? Men aytgandim-ku, biz yoningizdamiz, hech ham xavotir olmang deb. Allohning o'zi yetkazdi. Lekin oyijon, Oybek, kattakon rahmat. O'ylab siqilayotgandim. Juda ham yengil bo'ldim. Bu yaxshiliginglarni hech qachon unutmayman. Lekin qanaqa qilib qaytaraman shuncha pulni, Hozir oyijon? pul haqida o'ylab o'tirmang. Oyingiz tuzalib ketsinlar, qolganini keyin gaplashamiz. Oyijon, men bo'lmasa pullarni hoziroq oyijonimga yetkazay? Yetkazing. Kattakon rahmat. Xo'p. Rahmat. Charchamang. Alloh shifo bersin. Salom deb qo'ying. Xo'p. Ehtiyot bo'ling. Baraka top bolam, aylanib ketay sendan. Oyijon, akamning oilasi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Inshaalloh. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ilohim bolam. O'zinglar tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudoga shukr, yaxshiman. Yuring, o'tiramiz oyijon. Xudoga shukr. Xo'p. Nigina, bugun men oilamiz uchun zo'r savob ish qildim. Qanaqa hisob ish ekan u? Yiqqan pullarimiz bor-ku. O'shani Aziz opani oylariga operatsiya qilish uchun berdim. U kishi yaxshi bo'lib ketsinlar deb. Nima? Siz men bilan hazillashyapsizmi? Oybek aka, bu nima deganingiz? Men uni mashinam uchun yiqqandim. Endi nima bo'ladi? Nimaga menga bir og'iz aytmaysiz? Bir og'iz menga aytish shunchalik qiyinmidi? Men bu uyda hech kimman. Nigina, nima deganing bu? Ha nima? To'g'ri-da. Shu pul odamning qadridan ustunmi? Men senga aytib o'tiribman, savob ish qildik. Operatsiya qilmasa o'larkan. Nima qilishimiz kerak Oybek aka? Xo'p, yiqqan pullarimiz bo'lmasa nima bo'lardi? Unda kimdan olardi? Bizning puldan boshqa pul yo'qmi ekan-a Toshkentda? Ayzapani o'zining qarindoshlari yo'qmi ekan? Yo eri yo'qmi ekan? Yo eri invalidmi ekan? Singillari yo'qmi ekan? Mana men ukasi bo'lib turib pul beryapman. Akam uchun beryapman. Shuncha janjal qilyapsan-ku sen. Qilaman-da albatta. Aziz opani senga o'xshagan ajal kelinlar bo'lsa berishmayotgandir-da. Menga bunaqa gaplaringiz o'tmaydi, tushundingizmi? Menga pulni bugunoq qaytarsin. U meni o'zimni pulim. Men hech narsani bilmayman. Menga qaragin, Nigina. Nima? Senga yaxshi gapirganim sayin o'zingdan ketyapsan. Nima qilishim kerak? Bu pul bitta saniki emas. Bu pulda meni hissam ham bor. Pulni o'zim berdim. O'zim xohlagan paytim olaman, xohlamasam olmayman. Sen bunga umuman aralashmagin. O'zingga yomon bo'ladi, tushundingmi? Nuqul shunaqa. Men ham odamman, tushundingizmi? Bunisi lekin o'tib tushdi. Oybek akaning sharofatlari bilan mashinani ham qo'ldan berdik. Qo'yi lekin uydagilaringiz bilan zo'r konsert qilib beryapsiz menga. Nigina, ovozingni ko'tarmasdan gapirgin, sal pastroq tushib gapir. Yo'q. Sochib tushdi. Bu oxirgisi bo'lsin. To'yib ketdimman sen dedilaringdan. Tushundingmi? Qaytib bunaqa ovozingni ko'targaningni eshitmayman. Kenayi. Men pullarimni siz oiz operatsiyasi uchun yig'maganman. Men o pulga yangi mashina olmoqchi edim. Olishdan oldin bir og'iz so'raladi egasidan. Shundoqqina olavermaydi-yu. Kechirasiz Niginaxon. Men bilmay qolgandim.
Oybek menga unaqa ham zarur emas pul deganlar uchun olib ishlatgandim. Buni ustiga sizga pul zarur emas ekan unaqa. Oybekga ham. Amani oyim betobla operatsiya qilish kerak edi. O'shanga olib ishlatdik. Olib chiqib bersa olaveradimi? Erim nimadir deb aldagan bo'lsangiz kerak-da. O'zidan o'zi olib chiqib bermasa kerak. Yana men bilan maslahatlashmasdan olib chiqib berganlariga qarang. Siz ham bersa olib ketavermang pullarni. Menga aytsangiz ham bo'lardi. O'zim ham olib chiqib beraverardim. Siz eringiz siz bilan maslahatlashmasa yoqadimi? Oybek akam endi oilali erkak. Endi uni ham o'zining oilasi bor. Yaxshi. Lekin meni xo'jayinim bilan pul mavzusida umuman mendan so'ramaydilar. Biz oilamizda erkak Bobur akam bilan o'shancha ayollardan pul so'ralmaydi. Yo'q. Bundan keyin bekorga vahima qilib tashlayapsiz. Pul zarurligi uchun olgandim. O'zimni kiyinishimga yoki to'yga borishimga ishlatganim yo'q. Onamni kasallariga ishlatdim. Oybek o'zlari qo'yarda qo'ymay bergan menga. Menda ayb yo'q. Ozgina sabr qilsangiz, biz pullarni qaytaramiz. Nima masalan oilanglarda bankmanmi? Yaxshiyam mashinaga yig'ib qo'ygan pullarim bor ekan. Bo'lmasa bilmadim. O'sha operatsiya bo'lmasmidi, balki vijdon bormi sizlarda? Yaxshiyam mana o'zingiz eringiz bor pul so'raydigan. Nigina, nimaga tushunmaydigan ayolsiz? Men sizni kelin bo'lganingizda bunaqa ayolsiz deb o'ylamagandim. Aytmoqman-ku sizga, nimaga tushunmaysiz? Bobur akangiz ishlari unaqa yaxshi emasdi. Onamlarni kasalliklari uchun ishlatdik biz pullarni. Tushungandirsiz, tushuntira oldimmi? Yo'q. Jabumi ketayotgan bo'lsa, o'sha mashinangizga yetmay qolgan bo'lsa, bankdan kredit olib beraman o'sha pulingizni. Xo'p? Ha. Siz bankdan kredit oling. Keyin uni yana Oybek akam to'lasinlar. Bo'ldi, kerak emas. Baribir eringiz ishlar yurishmayotgan ekan. Nima qilardingiz? Meni erimdan tilamchiga o'xshab pul so'rab. Yo'q. Men siz eringizga tilanchilik qilmanmi? Pul so'rabmanmi? Menga qara, jonimga tegding. Menga qara. Yana bir marta g'ururim bilan o'ynashsang, men senga ko'rsatib qo'yaman. Olasan 50 million pulingni. Hali meni sog'inimga kir yuvmabsan. Bor. Eri bilsaydi buni qanaqa ilonligini. Oyijonimga ham basharasini ko'rsatishim kerak buni. Spomshik. Oyi, siz aytgan gaplarning mag'zini endi chaqdim. Rostdan ham alohida yashasam ekan. Lekin Oybek akam bunga ko'nmaydilar-da. Uyim alohida bo'lsa, muammo chiqmas balki. Ularni har kuni ko'rib yashaganim uchun balki qadrlari qolmayotgandir. Alohida yashasak, bir-birimiz bilan kamroq muammolar chiqarmidi? Men ham shuni aytaman-da senga. Endi miyang ishladi. Ha, erkak kishini biror narsaga ko'ndirishdan osoni bormi, qizim? Yaxshi gapir. Til yog'lamalik qil. Qarabsanki, yangi uyda yashaysan, qizim. Agar shunda ham ko'nmasa, Nima unda? bu gal o'zim ering bilan gaplashaman. Siz gaplashsangiz hammasi yaxshilik bilan emas. Muammo bilan yakun topadi shekilli. Shuning uchun aralashmaganingiz ma'qul. Men aralashamanmi, aralashmaymanmi? Bilganingdan qolmayapsan-ku. Uy beraman desam ham nozlanishingga o'laymi? Menga qolsa, ertagayoq ko'chib ketardim.
Lekin erimsiz yasholmayman de. O'sha past oilangni, past eringni namuncha yaxshi ko'rasan? Oyi, iltimos past demang faqat. O'sha pastni xotini manman, oyi. O'sha past deganlaringiz meni oilam. Bo'ldi, oyi, men uyga borishim kerak, Bir shoshmaman. tiyinga qimmat. Bo'pti, mayli, oyi, gaplashamiz. Bo'pti, yaxshi, bor ket. O'zi o'sha pulni bekor olibman. Bekorga o'zimdan kichkina qizni oldida izza bo'lganman. Lekin boshqa ilojim ham yo'q edi. Bobur akam ishlari yaxshi emasdi. Oyim bu yoqda betob edilar. Operatsiya qilmasak bo'lmasdi. Onamda uchun oldim-ku. Ey Xudo, tezroq Bobur akam ishlari ham yaxshi bo'lib ketsa edi. Shu qarzdan qutulardik. Bir kun ham halovat bilan yasholmayapman. Mayli, onamlar uchun chidayman. Eng muhimi oyim yaxshi bo'lib ketsinlar. Mayli, ozgina sabr qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Oilam uchun, farzandim uchun. Nigina, sani ko'ngling joyiga tushdimi? Akam bilan kelnayim. Ko'chib ketmoqchi o'zi. Xursand bo'lding-a? Aslida kim aybdor qilish kerak edi? Pulni so'ramay chiqarib bergansiz-ku. Kamida yana mashina olaman deb yig'ib yurgan pulimni berib. Bir kunda shuncha pulni shunchaki sovg'a qilib yorsangiz-a? Menga qaragansan. Mashina haydab yurish senga nimasi zavq beradi? Bitta odamni hayotini saqlab qoldik. Shunga xursand bo'lsang bo'lmaydimi? Mana shuni o'zi mashinadan zo'r sovg'a emasmi? Baribir. O'sha odam menga mashina olib bermaydi baribir. Shu pullarni mashinaga deb yig'ib Oybek aka, keling, o'zimiz alohida yashaylik. Shunda balki hamma narsa joy-joyiga tushib ketar. Men oilam bilan qachon yashashni o'zim hal qilaman. Sani ishing bo'lmasin, tushundingmi? Qachon xohlasan borasan, qachon xohlamasan bormaysan o'sha uyga. Tushundingmi? Bu mavzuga ikkinchi qaytmaymiz. Men to'g'risini aytsam, yaxshi maqsadda aytdim. Mayli, yana o'zingiz bilasiz. Senga gapirganning foydasi yo'q ekan. Tushuntirishning ham foydasi yo'q ekan. Shuncha harakat qildim, ham bo'lmadi. Nima qilishni bilmay qoldim. Gapirmay unda. Mayli. Qachon sen odam bo'lasan bilmayman. Insof bersin sendagi ayolga. Xudo, shu qizim yo'qligida siz bilan gaplashmoqchi edim. Sizga ham qiyin, oson emas. Sizni mushkulingizni oson qilay deb o'zim keldim. Mani uylarim juda ham ko'p, bilasiz. Ko'pi bo'sham yotibdi. Shu Oybekjon bilan Niginani yaxshi yashasin deb bitta uyimni bo'shatib bermoqchi edim. Shu maslahatda siz oldingizga keldim. Xudo, Bizni o'ylaganingiz yaxshi, rahmat. Xursand bo'ldim, Xudo. Lekin Niginani biz oilamizga olganmiz. Shu oilani bor yo'g'iga ko'naman deb kelgan. To'g'rimi? Qachondir o'zi vaqti kelganda boshqa uyga chiqish kerak bo'lsa, o'g'limni o'ziga aytaman. Uy olib chiqib ketishadi. Yana bu gapingizni o'g'lim eshitib qolmasin. Uni erkaklik g'ururiga tegadi. Bolalarim otasiz katta bo'lgan bo'lsa ham haqiqiy erkak, haqiqiy yigit qilib o'stirganman. Ular qaynanasi olib bergan uyga borib yashamaydi. Shuni bir biling, Xudo.
Bu yaxshilikka yaxshi-ku-ya. Lekin shu qizimni mashinaga deb yiqqan pulini Azizaga chiqarib bergani yomon bo'pti-da kuyovni. Rohat. Siz u pul qayerdan kelganini, aslida nima bo'lganini qayerdan bilasiz? Shuning uchun bu ishlarga aralashmaganingiz ma'qul. Hurmatingiz borida hurmatingizni biling. Oilada faqat er ustun bo'lsagina, oila fayzli, barokatli bo'ladi. Tinchlik hukm suradi. Va o'sha oila uzoq muddat yashaydi, baxtli bo'ladi. Ajralib ham ketmaydi. Shuning uchun sizdan iltimos, yoshlarning ishiga umuman aralashmang. Bizni oilamizning ishiga shu paytgacha hech kim aralashmagan. Endi men sizlarga yordam bo'lsin deb aytgandim-da. Mayli. Odam ham orqasiga qarab ish qilish kerak-da, ozgina bo'lsa ham. Ha, mayli, bo'lmasam Xudo, bitta duo qiling. Ishimga boray, men ham. O'tirsangiz bo'lardi, Ishim ko'p. negina choy damlagandi. Ay. Mayli. Amin, sog' Allohu bo'ling. akbar. Qizim, oyingizni kuzatib qo'ying. Ovqat ham tagiga oldi. Men sizni bu yerga chaqirishimdan maqsad qizim ham, siz ham 4 xonali uyda yashab ancha qiynalib qoldinglar. Shuning uchun men sizlarga uy sovg'a qilmoqchiman. Men ko'chada qolganim yo'q. Yoki biz uysiz qolganmiz deb aytdimi negina? Yo'q. Menga uy kerak bo'lsa, o'zim olaman. Qizingizga men bo'laman. Nikohda boriga ham, yo'g'iga ham ko'nib yashayman deb va'da bergan. Chidasa, meni oilam yashasin. Men ularsiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Agar unaqa yashash yoqmaydigan bo'lsa, yo'lini to'smayman, ketsa bo'ladi. Hammasini tushundim. Men endi sizlarni bezovta qilmaslikka harakat qilaman. Shunaqa qilsangiz hammamizga yaxshi bo'ladi. Rahmat. Ha, endi tushundim. Ojon uzr, oyim nimadir yomon gapirib qo'ydilarmi? Qizim, sizdan iltimos. Bizni oilamizdagi muammolar ko'chaga chiqmasin. Xo'p. Siz bizni oilamizni bir bo'lagisiz. Sir shu yerda qolsin. Har narsani onangizga yetkazavermang. O'zimiz hammasini hal qilamiz. Bu nima degan gap? Hamma narsani kelin degan yetkazadimi? Oyingiz sog'lig'ini ham o'ylang. Oyingiz uzoq umr ko'rsin desangiz, gap yetkazmang. Shu yerdagi gap shu yerda qolsin. Mashinasiz yuribsizmi? Bugun bo'lmasa ertaga almashtirarsiz, hech narsa qilmaydi. Ensa qotar kelin. Oyijon, biz keliningiz bilan maslahatlashib bir qarorga keldik. Menimcha biz ko'chib ketsak bu uydan hammaga yaxshi bo'ladi. O'g'lingiz vaqtinchalikka uy olib o'zimiz yashab turaylik dedilar.
o'shanga ruxsat bersangiz, avvalroq o'zi bu qarorga kelgandek, uyga yangi kelin tushsa, alohida chiqib ketamiz deb. Balki vaqtinchalikka chiqib tursak, tinch bo'lib ketar. Yana siz pul mojarasi deb chiqib ketishyapti deb o'ylamang, oyijon. Oyijon. Oybek uylandi. Endi sizga har doim yordamchi bor. Yoningizda keliningiz bor. Uni ustiga ro'zg'or katta bo'lib ketaversa, har xil muammolar ko'payib ketaveradi. Oilamizni sha'niga ham yaxshi emas. Bizani ham bolalarimiz hademay katta bo'lib qoladi. Shuning uchun ham biz o'zimiz kelishib shu qarorga keldik. Shuning uchun sizga bir og'iz aytay degandik. Shu gaplaringni o'ylab gapirdingmi, bolam? Shuncha yil sizlarni tarbiya qilib, bir kun kelib ajralib ketishlaringni, bitta uyga sig'masliklaringni, mana shu kunlarni ko'rganimdan ko'ra o'sha paytlar dadang bilan o'lib ketganim yaxshi emasmidi? Oyi, endi tushunishga harakat qiling. Ancha-muncha gap so'zlar bo'lyapti-da. Bizga ham oson emas. Ha. Ukangni o'ylabsan, o'zingni o'ylabsan. Lekin meni ichimdan nima o'tishini, men buni qanday qilib qabul qilishimni o'ylamadingmi? A? Oyijon, men tushuning. Shuna qilsak, menimcha hammamizga yaxshi bo'ladi. Hamma tinch yashaydi. Baribir bolalar katta bo'lgandan keyin uyda aka-uka yashash qiyin bo'ladi-yu, oyi. Biz ketyapmiz. Yaxshi. Agar meni o'ldi deb qabul qilsanglar, mana eshik, katta ko'cha, chiqib ketavering. Oyijon, unaqa demang. Meni boshqa gapim yo'q. Unaqa demang. Yaxshi, ketsang ikkalang ketaver, lekin bolani tashlab ket. Oyijon, shuning uchun xafa bo'lish kerak emas-u. Baribir qachondir chiqib ketishimiz kerak. Baribir aka-ukalar endi bir umr birga yashab bo'lmaydi-yu. Bir qornimga siqqan aka-uka farzandlarim uyimga sig'maydimi? Shu darajaga kelib qoldilaringmi? Arzimagan narsaga ajralib ketsalaring, arzimagan narsaga uyni tark etsalar, ota-onani o'ylamasa, undan ko'ra men ham o'lib ketganim yaxshi edi. Bolani tashlab ketaveringlar. O'z kunimni o'zim ko'raman. Endi nima qildingiz men buningizni? Qol! O'zim hammasini hal qilaman. Er-xotin men bilan maslahatlashmasdan o'zingizlarcha hamma narsani hal qilib ketaverasizlarmi? Men turibman, hali o'lganim yo'q. O'zim hammasini hal qilaman. Meni o'lmasin desang, mana shu yerda yashaysan, qanotim ostida. Bu keliningiz yana qanaqadir yangi problemalar chiqazaveradi menimcha. Chiqazmaydi. Men senga so'z beraman. Hammasini o'zim hal qilaman. Mana shu uyda hammamiz tinchgina yashaymiz. Nabiralarim yonimda bo'lsa, sizlar yonimda bo'linglar. Necha kunlik umrim qoldi. Qolasana, bolam, ana, aylanib ketay. Ko'zmunchog'im, farishtam. Qolasam? Bobur aka, qola qolaylik. A? Qolasana. Ko'rdingiz-ku, oyijon. Ana bularga ayt, qolamiz de. Oyi, bizning uyda unaqa muammolar bo'lmaganda, men hazm qila olmayman-da. Hazm qilasan. Hamma narsa bo'ladi, o'tib ketadi. Hammasini menga qo'yib ber. Alloh o'zi rahimdil, o'zi yo'l beradi. Hammasini o'zi yechadi. Bo'lmasa qo'liga pulni beraylik-da, borib gaplashing. Yaxshi. O'zim hal qilaman. Ko'ngling to'q bo'lsin. Siz ham kelin boshqa har narsani o'ylayvermang. Hammasi joy-joyiga tushadi. Ko'nglim sezib turibdi. Xo'p bo'ladi. Nigina, ko'ryapsanmi? San tufayli akam bilan kelinayim uydan bolasini olib chiqib ketyapti. O'zi bor-ku, hammasidan borib uzr so'rasang yaxshi bo'lardi. Mamma. Xolasi ketsin, xolasi qolsin. Meni aybim nima bo'pti? Nima kerak bordi o'zini ko'rsatib, kelib, ketib? O'zi shunaqa. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi.
Sen nima deyapsan? Akam bilan kelinay ham ketgandan ko'ra seni ketganing afzal menga. Tur o'rningdan. Oybek aka, qo'lim qo'yib yuboring. Yur bu yoqqa. Senday xotin kerak emas menga. Oybek aka, bu nima qilganingiz? Chiq. Chiq uydan. Maraz. Iflos. Men nima dardda ekanman? Uni dardi faqat pul. Boylik bo'lsa bo'ldi. Men unaqaligini umuman o'ylamagandim. Menga unaqa xotin kerak emas. Bu kuningda o'lgani yaxshi sani ham. Oyi, meni haydab borishdi. O'zi hammasiga siz aybdorsiz. Hayotim ham izidan chiqib ketdi. Endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Agar Aziza opamni ayblamaganingizda bunaqa bo'lmasdi. Endi nima bo'ladi? Qo'ysang-chi. Qizim, undan yaxshilarini topib beraman senga. Boyvachcha bolalarga uzataman. Hali qarab tur, o'shalaring pushaymon bo'lib qoladi. Oyi, bu nima deganingiz? Men siz oldingizga so'rab kelganim yo'q. Men boshqa oila qurishga xohlamayman, oyi. Nima? Unaqa oila, unaqa umr yo'ldosh ham topa olmayman. O'zingiz bilasiz, o'zim sevib turmush qurganman. Nima qilib bo'lsa ham uzr so'rab borishim kerak. Oyi, siz opamni hayotiga aralashmaganingiz ma'qulroq. O'zi mahalladagi hamma siz janjalga shayol deb yuribdi. Sen jim o'tirgin. Eshitdingmi? Kattalarning ishiga umuman aralashmagin. Mahalladagilarga kesak. Ularni aralashtirma. O'zim bilaman nima qilishni. Ertaga men ham uylansam, shunaqa ajrashtirib, to'g'ri kelgan odamga uylantiraverasizmi? Kambag'al ekan deb. Hayot bunaqa o'nchoq emas-ku. Bugun uylanib, ertaga ajrashib ketadigan. Undan ko'ra opamning hayoti buzilib ketmasligi uchun oldini olishimiz kerak. Oyi, Hoji Akbar to'g'ri aytibdi. Uni ustiga bizadan juda ham ko'ngillari og'rigan. Borib, o'zim kechirim so'rasam ekan. Opa, men siz gapingizga qo'shilaman. Boring, kech bo'lmasdan. Qayerga borasan? Tushunmadim men senga. Nima deganing bu? Ketsang qaytib kelmagin umuman uyga. Agar opamni qo'yib yubormasangiz, o'g'il bola gapim. Meni o'zim sizni tashlab ketaman. Oyi, tanlang endi. Bu xatoni menda qildingiz, oyi. Hoji Akbar hayotida bu xato takrorlanmasin. To'g'ri, farzandingiz, lekin hammani ham oilasiga aralashavermang. Bizani yosh desak, siz bizdan ham o'tgan ekansiz, bizga noto'g'ri tarbiya beribsiz, oyi. Men qilgan ishlarimni hammasidan uyalibman. Yana o'zingiz bilasiz. Ko'rdingizmi? Hattoki o'zingiz o'g'lingiz ham uyalyapti sizdan. Qizim, men ancha yaxshi bo'lib qoldim. Bu uchun Oybekka rahmatimni aytib qo'ygin. Oyjon, siz yaxshiligingizni ko'rib, kulib o'tirganingizni ko'rib, juda ham xursand bo'ldim. Lekin bilasizmi, siz operatsiya bo'lganingizdan beri biz uyda janjal to'polon. Ovsinimnikini ajrashaman deb qo'ymayapti. Qizim, men u pullarni albatta yetkaziraman ovsiningga. Endi shu gal shunaqa bo'lib qoldi-da. Oyjon, siz siqilmang, siz o'ylamang. O'zi qattan ham aytdim-a bu gap sizga? Siz o'zingizni sog'ligingizga qarang. Xudo xolasa, Xudo beraman desa hech narsa emas.
Eng muhimi menga sizni sog'ligingiz. Xo'pmi? Qolgani bir gap bo'ladi. Rahmat qizim, rahmat. Boringga shukr qizim. Sizniyam. Boringga shukr. Rahmat. Iloho amin. Xush ko'rdik, Xudo. Allohu akbar. Xudo, meni ham kechiring. Qizimni ham olib keldim. Shularni baxti uchun bizlar kurashamizda. Bir ikkita o'rtoqlarimni gapiga kirib, bir ikkita tanishlarimni gapiga kirib, mana shunaqa ish qilib qo'ydim. Uzr mendan o'tdi. Uzr so'rayman sizdan. Shular baxtli bo'lsa, biz baxtlimiz. Shular bir tinch yashasa, uyli joyli bo'lsa deb men ham bir harakat qilibman-da. Birovlarning gapiga, ayniqsa bizlarga o'xshagan ayollarning gapiga kirib, sizga og'ir gapirib qo'ydim. Uzr so'rayman. Xudo, vaqtida tushunganingiz uchun ham rahmat. Rahmat. Haqiqatdan ham mana hozir bular hali yosh. Biz ularni to'g'ri yo'lga solishimiz kerak. Turmushi hamma past balandiga chidaydigan bo'lishi kerak bular. Endi bilaman, ko'pincha mana ajralib ketishi sababi Xudo tomonidan bo'lyapti. Ikkala Xudo tomon ham yo kimdir o'g'lini yonini oladi, yo kimdir qizini yonini oladi. Ayniqsa agar qiz bolani onasi qo'shilaversa, aralashaversa, ana shu oila ajralib ketyapti. To'g'ri aytasiz. Biz shu narsalarga chek qo'yishimiz kerak. Qudachilik 1000 yilchilik deyishgan. Biz bularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak ma'naviy tomonidan. Ilmli bo'lishsin, o'qimishli bo'lishsin, jamiyatga foydasi tegsin. Oilasini asrab avaylasin. Oila muqaddas narsa. Chimildiq muqaddas narsa. Arzimagan narsaga ajralib ketaversa, unda nima bo'ladi hayot? To'g'ri aytasiz. Men ham bir xato qildim. Har bitta yangi oila qurildimi? Qizi onasi har narsaga aralashmasa, o'sha oila baxtli bo'ladi. Qo'sha qarib piru badavlat bo'ladi. Bilaman, qaynanalar ham, onalar ham hammamizda ham bor. To'g'ri. Hammamiz ham shu yoshlarni chiroyli turmush qurishiga olib kelishimiz kerak. Bizga chiroyli farzandlarni, nevaralarni tug'ib berishsin. Biz bu avlodga buvilik mehrini beraylik. Arzimagan narsaga bir-birimiz bilan aytishib, bu mol dunyoni padariga la'nat. Bu mol dunyo topiladi. Mehr oqibat topilmaydi. Men vaqtida tushunganingizdan xursand bo'ldim. Rahmat. Men ham bolalarimni ko'z qorachig'imdek katta qilganman. Men ham baxtli bo'lishini xohlayman shu qizimni. Kechiring. Men kelinimdan xafa bo'lish yo'q emasman. endi qizim. To'g'rimi qizim? Qaynonangdan kechirim so'ra. Kechiring oyijon. Men allaqachon kechirganman. Jon bolam, sizlar baxtli bo'lsanglar, Shularni katta aytganlarimni o'g'lim ham, qilsang baxtli kichik bo'lasan. o'g'lim ham aka ukani birga birlashtiradigan, har doim mehr oqibatli bo'lishiga ovsillada gap katta. Shuning uchun ovsilla ham opa-singilday bo'lish kerak. Bu oilani saqlab qolish faqatgina qaynana yoki oida emas, sizlardan ham, aka ukadan, ovsindan qanchalik mehr oqibat bo'lsa, bir-birlarga qalqon bo'lsanglar, mana shu oila baxtli bo'ladi. Shu oila har tomonlama Alloh qo'llab-quvvatlaydi. Bir kun janjal chiqqan uydan 40 kun fayz baraka ketadi. To'g'ri aytasiz. Rahmat sizga, Xudo. Rahmat. Baraka toping. Kechiring qizimni. Boshqa bunaqa qilmaydi. Qaynonangdan kechirim so'ra bolam. Kechiring oyijon. Kechirdim men, Ana, kechirdim. Sizlar baxtli bo'lsanglar, bizlar baxtlimiz. To'g'ri. Iloyim, baraka toping. Endi faqat yaxshi kunlarimiz bo'lsin. Beshik to'ylariga yetkazsin. To'g'ri aytasiz. Bitta shularni duo qiling. Ilohim tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Xonadonimizda hamisha qut baraka fayz bo'lsin. O'g'illarimiz, kelinlarimiz bilan baxtli bo'lsin. Yaxshi o'g'il qizlarni ko'rib, beshik to'ylar qilaylik. Qudachilik 1000 yilchilik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar.
Mayli, sog'-salomat o'tiringlar. Bo'pti, mana ham boring. Xo'p, Mayli, quda. Mayli, sog' yaxshi yetib oling, bo'linglar. oyi. yaxshi boring, quda. Mayli.